Man nimalarni ko'ryapman. 4ta ayoli, 2ta o'rtog'im kelishibdi-yu mani qishlog'imga. Hammaga salom bolalar, mani ismim Kompot. Mani yangi videomga xush kelibsizlar. Har doim hamma urishadi. O'shaning uchun bugun biz sizlar bilan quduq orqali aniq qilamiz, mushuklar yaxshiroqmi yoki kuchuklar yaxshiroqmi? Bugun bizani qaysi biri yaxshiroq degan savolimizga quduqlar javob beradi degan umiddaman. Bugun biz mana shu yamalarni o'tab hal qilamiz. Qaysi biri yaxshiroq, kuchuklarnikimi yoki mushuklarnikimi? Tak, kelinglar endi biz birinchi quduqdan boshlaymiz, mushukni qudug'idan. Voy, namancha bunaqa bu yer chuqur. Sen zo'r qazibsan-a? Tak, oppa. Qani. Ay, voydalle voy. Ay, men noto'g'ri chiqib qoldim, obbam. Mushuk. Ham kattaroq qilmaysanmi? Nima voydalle, o'yle endi oyoqdan tushadi-yu. Men unaqa emasman deb ko'rsam, sen o'sha tushyapsan, men esa vashshi lekin bor bitta jonim qoluvdi. Tak, bu yoqda nima qilish kerak endi? Voy dalli, faqat qornim ochmagan, iltimos. Mayli, menimcha mana shu yerdan biz balula olishimiz kerak. Tak, mayli, kutamiz unda. Tak, op. Ana bo'ldi. Mana bunga balu ham olindi. Tak, mana o'sha senga balu. Menga nima berding, rishakmi? Dalli, mayli, rahmat. Bu mana senga. Bu endi shu to'g'rim kuchuklarni tayo bilan o'ynashga ko'rishadi. Tak, bu yoqni ochamiz. Bu yoqda nima ekan endi? Qaranglar, lekin mushugi zo'r joy ekan, lekin boru. Nima qilish kerak endi? Tagamti nima bor ekan? Voy, dalli ham kichkina bo'ladigan konfeti, to'g'rimi? Voy, nima, men endi faqat mashinadan sakrab o'tishim kerakmi? Mayli, mani qo'limdan keladi bu. Tak, ketdi. Voy, sizlar buni ko'rmadinglar, to'g'ri-yu. Tak, voy. Obbo, buni ham ko'rmadinglar, sakraymiz. Buni ham ko'rmadinglar. Tak, hozir mani qo'limdan keladi. Oppa. Ana, oppa. Tak, yana, oppa. Bu yoqda nima qilish kerak ekan? Ayoqqa sakrashim kerakmi endi? Qanichi? Yo'q, mana bu yerdan chiqish kerak ekan. Mayli, shunaqadan yaxshi ko'rishadi-yu, to'g'rimi? Tak, endi nima qilamiz? Mana shu yerdan andga chiqish kerak ekan. Oppa. Tak, davay, oppa, ana bo'ldi. Endi qayoqqa? Mana shu yerga tushib. Tak, endi nima qilish kerak? Bor, vashshi qiyin ekan lekin. Oppa, bu yoqqa. Endi bu yoqqa o'tib olarkanmiz. Tak, endi ehtiyot bo'lish kerak. Kattaligini qaranglar. Ana o'xshadi. Tak, endi bu yoqda vashshi ehtiyot bo'lish kerak. Qaranglar, bitta pikselli joy. Oppa, bu yoqqa sakraymiz. Bu yoqqa, op, ana bo'ldi. Buni o'tib oldim. Tak, endi qayoqqa keldim? Bo'ldimi? Tugadi-yu, to'g'rimi? Tak, mana shu bo'ldi. Oddiy krok bo'ldim. O'zimni holimga qaytdim. Bu yoqda nima endi? Hali chiqollarmi bular? Nima qilish kerak? Bu yoqda nima bor ekan? Pashchalarni o'ldiradigan narsa. Mana bu yerda yana chichqonlarni ushlaydigan mushulovka bor ekan. Mana shu yerga qo'yib chiqishim kerak ekan, to'g'rimi? Mana shularni o'ldirish kerak ekan hammasini. Mayli, mana bu lyukka ochishdan oldin mana bu mushulovkalarni qo'yib chiqish kerak. Mana shu hamma yo'llarga, mana shular tushib qolishiga joyga. Lekin globniy o'zim tushib qolmasam bo'ldi, boru. Tak, buni bu yoqqa. Tak, o'qtalib mashinaga tegishimiz, lekin sal qoldi, boru, mayli. Buni esa bu yoqqa nima qilamiz endi? Chaqiramiz-mi mana bularni? Qaranglar, ko'pligini mayli, eshikni ochdik. Qani, tak, kelinglar. O'qdali bularni ko'pligini qaranglar, mana itaveryapti bular. Tak, davay. Bo'la qollaring, davay. Voy, bularni itaveryapti. Ay, mana bularga tushib qolma, mushulovkalik. Tak, davay, ne bo'la o'lmayapti. Bularning joni namuncha ko'p. Tak, qanichida, bu yoqqa kellaring. Oppa. Tak, bittalab kellaring. Namuncha hamma bittada kelyapsizlar. Tak, kelinglar, mana balki boru. Voy, namuncha bular ko'p bunaqa. Mayli, ozgina qoldi. Mana tikka olaylik. Keling, mana mushulovkaga tushib urg'ini chakiladi bularni. O'ldirish osonroq bo'ladi. Tak, davay. Tak, mana senga ol, davay. Oppa, bunisi ham ketdi. Voy, bo'ldimi? Tugadi, lekin judayam qiyin bo'ldi-da, boru. Tak, endi qayoqqa mana bunaqa qilish kerakmi? Mana bu yoqda eshik bor ekan. Mana shu eshik ochiladi degan umiddaman. Tak. Bu yoqda mana ventilyatorlar bor ekan. Men suvga itarib yuboradim deyman. Nima, suvdan bemalol suzib ketaman, to'g'rimi? Ay, voy, yomon ekan lekin, voy. Men shular boru suvdan qo'rqardi-yu, lekin yomon ekan boru. Men oddiy suzib o'tib ketaman deb o'ylagandim. Unaqa qilsa o'xshamas ekan. Mayli, ketdi, unda sekin o'tib olamiz. Dalli, tushib sal qoldi lekin. Tak, bu yoqqa endi ketdi. Tak, bo'la qol, tezroq o'tish kerak. Tak, ana bo'ldi.
Tak, bu yoqqa ham o'tib oldim. Endi to'g'riga ketish kerak. Ну, ketdi bir, ikki, давай, bo'laqa. Tak, opa. Dalli, tak, yana bitta oxiri qoldi. Ну, bo'la qolsangchi, tezroq bo'l. Opa. Dalli, buni ham o'tib oldim. Voy, bo'ldimi? Men yutdimmi? Bu finalmi? Dalli, qaranglar, men hozir yutdimmi? Mana final deb yozib qo'yilibdi ham katta qilib. Voy dalli, endi mana shu hamma narsalar menikimi? Qaranglar, bu yoqda har xil narsalar bor ekan. Bu nima bu? Bu soat ekan, qaranglar mana bunaqa. Qaranglar, mana dumi ham qo'llab turar ekan. Yana nimalar bor ekan? Mana bu yerda balon bor ekan. Bu nima bu? Qanicha qo'yamiz? Bu ani mushuklarga o'ynaydigan, uxlaydigan narsami? Menimcha shunaqa bo'lsa kerak. Kim bilsa kommentariyaga yozib yuboringlar do'stlar. Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Mani maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Tak, kuchu, sen menga nimani tayinlading? Tak, ну что, biza ketdim sakrimizmi? Opa, ana bo'ldi. Dalli, mana yerda qaranglar, mushukdan ko'ra kattaroq qilingan ekan. Mana shunisi yaxshi ekanligini. Tak, ketdi. Birinchi bo'lib nima ekan? Bechora kuchuni qaranglar, yig'layapti. Voy, yomon kirib ketibdi, boruv yana o'sib ketibdi ham. Voy, bu bechoraga nima qilgan? Nima qilishim kerak endi men buni? Yasantirishim kerakmi, to'g'rimi? Men bu kirlarni yuvib tashlab, bu yoqda nima bor ekan? Salfetka. Buni ko'z yoshlarini artamiz. Bu yoqda qaychi bor ekan. Bu yoqda nima ekan? Bu yoqda suv bor ekan. Bu yoqda-chi? Bu yoqda nima ekan bu? Tabletkali ekan. Mayli, kuchugiga tabletkalar ham beramiz. Tak, nimadan boshlaymiz? Kerakli, buni ko'z yoshlarini artib tashlaylik, bechorani yig'lashini qaranglar. Tak, artib tashlaymiz. Tak. Endi nima qilamiz? Ko'z yoshlarini ham artib bo'ldi. Endi men buni suv bilan yuvish kerak, buni qaranglar. Vosh chiqir bo'lib ketgan ekan, lekin boru tak, suvni bu yoqqa qo'yamiz-da. Qo'limizni ho'l qilib bundoq olib tashlaymiz. Tak, qo'limizni ho'l qilamiz. Ana bo'ldi, ketdi. Endi mana shunaqa qilib bitta-bittalab olib tashlash kerak ekan buni. Boru oyoqlarida ham kir, voy-vo. Hamma yog'i kir bo'yosibdi. Buni nima qilgan bu bilmayman. Qayoqlarda aylangan bu. Ko'zlarni oldida ham bor ekan, даже qaranglar. Tak, buni bu yoqqa olib turamiz-da. Tak, qo'limizni ho'l qilamiz. Endi ham og'zini tozalash kerak, qaranglar. Tak, bo'la qolsinchi. Tak, voy bechora nima qilib ketgan bunga? Tak. Endi bu yoqni og'izlarini ham, tak, tepalari. Bu yoqda ham bor ekan, ko'zida ham orqa oyoq qoldi, to'g'rimi? Boshqa qolmadimi? Tak, buni ham aniq qilamiz. Tak, bo'ldimi? Tishlari qolmadi, to'g'rimi? Tak, endi buni men bilan kesib tashlash kerak, qaranglar. Birinchi bo'lib ko'zidan boshlay qolamizmi, lekin bechora yomon qiynalib ketayotgandir. Yo, mana bittadan artib anaqa tashlay qolamiz yoki birinchi bo'lib. Tak. Ну-ка, bo'laqa. Opa. Tak, yana ana bo'ldi. Endi 100% bo'ldi. Endi tak, tepaga chiqib olamiz. Ham chetlarini qaranglar o'sib ketganini. Tak, mana shularni kesib tashlaymiz. Tak, bo'laqa. Vashshi ekan, lekin qalin ekan bu. Qiynalyapman lekin. Tak, bu yoqlarini ana. Endi mana bu chetini. Tak. Tak, endi qatini qilamiz? Mana bu tepasi qolibdi. Yana mana bu ko'zi kelinglar, mana shunda ko'zidan boshlaylik. Bechora yaxshi ko'rolmayotgandir ham даже. Tak, bundoq qilamiz. Ana bo'ldi. Ayyo, bitta ham bitta qolib ketgan ekan. Tak. Bo'laqa. Opa, ana bo'ldi, tayyor. Endi tepasini qilamiz. Tak, bo'laqa. Ana bo'ldi, tayyor. Hamma yog'ini qilib bo'ldimi? Hozir ham dorini ichasing. Chotki kuchli bo'lasan. Tak. Uni dumini tushirib qo'yursa ham bo'laveradi. Nima qilib bo'ldimi? Opa, ana bo'ldi. Ishi ham ochilib bo'pti. Tak, mana narsalarni kerakli tushirib olamiz-da, kerak emas narsalarni. Tak, endi boramiz. Bu yoqda nima ekan? Mana bu uy-yu. Bu yoqni endi bezatish kerak, to'g'rimi? Tak, mayli, nimalar qilamiz? Ichini chiroyli qilamiz buni endi. Tak, birinchi bo'lib mana bu qizil gilam tuzib qo'yamiz. Mana bu qizildan quvra qolamiz, chunki ham toma ham qizil ekan, to'g'rimi? Tak, endi ovqatlanayotgan kelinglar, to'qini quvra qolamiz. To'qin qanaqadir chiroyliroq bo'ladi. Tak, mana bu yerda yana suvini ham olamiz. Tak, buni bu yoqqa qo'yamiz. Suvini esa oppa, mana bu yoqqa qo'yib qo'yamiz. Tak, yana nimalar bor ekan? Tak, nima qilamiz? Kelinglar, buni ham chetini bundoq yopib qo'yamiz. Takoy chiroyli bo'lib turadi.
Tak, endi nima qilamiz? Mana bu yerga bu suvni bundoq qo'yib qo'yamiz suv ichishiga. Tak, endi keling mana bu yerga bunaqa gazolni ekib chiqamiz. Maza o'ynab yurishiga. Yana nima qilsam bo'larkan? Уже mana tugadi ham shekilli. Mana bu yerda yana bitta ovqatlanadigan bor ekan. Kelinglar buni bu yoqqa qo'yib qo'yamiz. Mana bu yerda olib tashib turamiz. Tak, oppa, ana bo'ldi. Eshik ham ochildi. Ketdi endi nima qilamiz? Voy, to'xtaylik tushunmadim. Voy, endi valli men ketdim. Mana bu yerda o'g'rilar, banditlar bor ekan. Nima qilamiz endi? Bularni yutish kerak-ku, to'g'rimi? Tak, menda bitta zo'r ideya bor. Men kuchuk olishim kerak bularni yutishga, to'g'rimi? Unda hozir men kuchuk olaman. Ana bo'ldi. Endi hozir men bularni tishlab tashlayman. Kerak emas narsalarni tashlab olaylik. Tak, ketdim. Так, oppa, ana bo'ldi bu yoqqa. Tak, davay. Sen bechora kuchugini ne uryapsan? Men senga nima qildim? Oddiy kuchuk bo'lsam. Tak, bo'laqa, bo'laqa. Tak, tishlab tashlayman. Davay, oppa, ana bo'ldi. Birinchisi tayyor. Oppa, mana yana bittasi. Tak, davay, davay, lavaga, lavaga, lavaga. Voy, obba, lavaga qivorishga, tushirishga harakat qilolmadim. Tak, mayli, kelinglar, baribir o'ldiramiz buni. Davay, tishlab tashlayman men buni. Davay, tak, bo'ldi bunisi ham. Tak, endi nima qilamiz? Mana bu yerda yana bor ekan. Tak, davay, oppa, ana bo'ldi. Tak, mana tepaga chiqib olib uramiz. Davay, tak, davay, oppa. Davay, davay, ikkalasini bitdi. Davay, sizlar bu yerga kira olmaysanlar, menga hech nima qila olmaysanlar. Davay. Tak, bekor menda qilich yo'q deb boraman. Kuchuklar qilich ishonmaydi, o'shanga qo'l urishga to'g'ri kelar ekan. Kelinglar, oppa, bundoq tepaga chiqib olish kerak, oppa. Tak, oppa, ana bo'ldi. Endi men eshikni qanaqa ochaman? Manimcha qayerdadir yana manimcha mana shu bandit o'g'ri bo'lishi kerak, to'g'rimi? Richak yo'q menga. Qanaqa qochaman endi men eshikni tushunmadim. Qanaqa qochsam bo'larkan? Mana bu yerda bitta richak bor ekan-u. Tak, buni qo'yamiz bu yoqqa. Oppa, ana bo'ldi. Voy, dolly chiroyliligini bolalar sizlar tushundinglarmi? Bu anu shahar stilda qilingan labirint-u. Voy, tushib ketishimga sal qoldi, lekin ehtiyot bo'lish kerak ekan. Bu labirint, men bu labirintda o'tishim kerak ekan, to'g'rimi? Tak, mayli, bu ham unchalik qiyin emas. Tez o'tib olamiz hozir. Mana bu lyuklarni kim ham ochiq qoldiradi-ya? Obbo, kuchuklar tushib ketsa chiqolmaydi-yu u yoqdan keyin. Qiyin bo'ladi chiqish. Tak, mayli, tak, bu yoqqa, bu yoqqa. Qayoqdekina bu yoqda chiqish endi, mayli, hozir topib olishga harakat qilaman. Tak, mana bu yerga sakrab o'tamiz. Tak, qayoqdekina? Bu yoqqa, bu yoqqa, endi bu yoqqa. Bu yoqda tupik ekan. Tak, orqaga, obba, qayoqdekina? Oppa, mana men ham topib oldim. Ichkariga kiramiz. Ura, ana finalga keldim. Tak, kuchuk. Voy, dali, meni tanimayapsanmi? Tak, mayli, hozir men kiyinib kelay. Tak, tadam, ana meni taniyapsanmi? Ana bo'ldi, mana finalga keldim. Bu yoqda katta qilib final deb yozib qo'yilgan ekan. Tak, endi bu yoqda syurprizga nima bor ekan bizga? Tak. Oho, qaranglar, mana bu yerda kuchugiga qaranglar. Bu kuchukni kelinglar ovqatlantirib qo'yamiz. Yana men unga koptok badarka qilaman. Tak, endi nima qilamiz? Orqaga qaytamizmi? Mayli, endi ketdi, orqaga qaytamiz. Hal qilamiz kimniki zo'rligini. Tak, bugun biz mana mushukni yamasini, mana bu kuchukni yamasini o'tdik. Menga lekin to'g'risini aytsam chiroylilik, yo'q, o'tishlik bo'yicha men yaxshi ekan, lekin chiroylilik bo'yicha mana mushukniki yaxshiroq ekan. Hammasi svetli. Kechir meni kuchuk. Sizlarga qaysi biri yoqdi? Kommentariyada hammanglardan yozib kutib qolaman. Yana aytinglar, qaysi kim yutdi ekan? Men lekin unchalik tushuna olmayapman. Menga ikkalasi ham yoqdi, chunki kommentariyaga yozib qo'ysanglar, sizlarning fikringlarni o'qib chiqaman men. Keyin hal qilamiz, qaysi biri yaxshiroq ekan, mushuklarnikimi yoki kuchuklarnikimi. Bolalar, agar videom yoqqan bo'lsa, hammanglardan like kutib qolaman. Keyingi videomda kutib qolaman. Sog' bo'linglar.